Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Speckle Forces 2 o'yinini o'ynab mazza qilib dam olamiz. Hop, birinchi biz Nasr akani to'g'rilab olamiz. Hop. Ularni 32 ta joy kuchli bo'lsa ham olmayman. Keyin buni bu yoqqa olib turamiz va o'zimiz ancha kam bo'lsak ham mayli. Va hozir bomba modi o'ynagan yaxshiroq. Hop, bunda qani boshladik. Hop. Settingni o'zimizdan ko'proq qilishim kerak. Shunda tenga teng o'yinchi bo'ladi. Qani boshlandi. Hop. Bu yerda bomba modi qilsak, Big Desert start. O'zim boshladik. 17 ga 16 bo'ldi. Hop. Birinchi qani boshladik. Ketdik. Raqib o'yinchisini istash kerak. Hozir bu yerda bomba qo'yadigan joylar bor. Raqib o'yinchisi qayda tirilishini bilaman, adashmasam. Hozir kimdir bomba qo'ydi, o'shani topishimiz kerak. Hop, endi bu yoqdan istaymiz. Bomba qayerga qo'yilgan ekan? Yo'q, bu yerda emas. Mana bu yerda. Yo'q, bu yerda odamlar bor ekan. Vah. Bomba portladi, men ulgura olmadim. O'zi vaqt bu yerda oshganmi? Bu o'yin bunda o'zi vaqtda bo'ladi. Faqat 60 sekund, ya'ni 1 minut. Qani ketdik, yana bitta o'ynaymiz. Hop. So'ra ham o'sha qirollarda. Endi ular bomba qo'ymasligini qarash kerak. Yo'q, mana chiqdik. Kelishni boshladi ular. Kelishni boshladi. Kimdir qo'ydi, adashmasam bunman. Bu yerda 2 ta odam bor ekan. Buni himoya qilib turish kerak ekan. Yaxshi, bomba portlamadi. Bu bizning foydamizga. Qani ketdik. Yaxshisi, men bomba qo'yib o'ynaganim yaxshiroq. Shu Big Desert. Men bomba qo'yganim yaxshiroq. Menga shu. Yo'q, men birorta qirol olmas ekanman. Oxir hozir qandaydir nimadir bo'ldi. Hozir o'zimning sherigim otib qo'ydi. Hop. Endi mayli o'zgartiramiz. Bo'ldi, boshlandi. Hop. Ketdik. Yana o'sha joyga qo'yadi menimcha bombani. Shuning uchun yana o'sha joyga chiqib olamiz. Bu yerdan boshqa chiqa olmayapman negadir. Bagi bo'lib qoldi. Chiqamiz, menimcha bu yerga odam kelgan. Yo'q, hali yaqinlashmabdi. Mana bu yerdan chiqadi. Mana. Yo'q, bu yerda odamlar boshlanibdi. Yo'q,
bombani boshqa tarafga qo'yishibdi. Ketdik. Ko'p ekan. Yo'q, bomba portladi aniq. Bo'ldi, qochgan yaxshi bu yerdan. Hech kim ulgurmadi. Do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, like va komment tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasdan. Yana videolar chiqish uchun shu videoga like bosib qo'ying. Video 10 mingta like qilsa yana bir yangi video chiqadi.